Assalomu alaykum, ideal termometr kuzatuvchilari. Bugungi avzorimizda Labo mashinasi bilan Shinray mashinamiz. Bu mashinalarimizga qilingan ishlarni bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Videoni oxirigacha tomosha qilsanglar, narxini ham aytib o'tib ketaman. Labo mashinamizga keladigan bo'lsak, bunga polni alikofonda izotermometr furgo ustunovka qilingan, karonalarga bitta e'tibor berib qo'yasiz, ideal darajada o'rnatilgan. Shinray T30 mashinamizga ham xuddi shunday alikofonda izotermometr furgo ustunovka qilingan. Bunga ham karonalar ustunovka qilib berganmiz. Shinrayga bitta xabat berib qo'yib, bironta uloq tushirmaganmiz. Bunga yana qo'shimcha ravishda yon gabaritli chiroqlar o'rnatib berdik. Har ikkala mashina ham orqa tomonni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Orqa tomoni darvozalari qulflanadigan ruchkalardan bo'ldi. Tepa tomonlariga gabaritli chiroqlar o'rnatib berdik. Komfort to'g'ridan ustunovka qilib berganmiz. Ichki tomonni ham bir ko'rsatib o'tdim. Ichki tomoni ham oppoq rangda bo'lgan. O'zlarining bitta baho beraverasizlar, ideal darajada chiqqan. Labo mashinamizga qaytadigan bo'lsak, Labo mashinamizga xuddi shunday gabaritli chiroqlar, komfort dugalarda yon tomoniga yashil ustunovka qilib berganmiz. Buni ham ichini bir ko'rsatib o'tdim. Buni ichi mokr asfalt rangda bo'ldi. Pollarga finiski panel to'shab berdik. Labo mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, 12 million so'm bo'ldi. Shinray T30 mashinamiz narxi 21 million so'm bo'ldi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, istalgan turdagi mashinalarga, yuk mashinalargami, Shinray deysizlarmi, Labo deysizlarmi, istalgan turdagi xizmatimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar